Qayerdansiz? Qoraqalpog'iston Amudaryo tumani Mang'ir shahridanman. Nima kasalsiz? Kolit dedi, interkolit dedi. 10 yilda bo'ldi, xulosa hisob bo'yicha 10 yil bo'ldi. Yaxshi bo'laman. Krayinskiy o'qibsizda. Hozir tashqariga necha marta chiqasiz? 14-15 marta ham borardi. Kolit kasalligi juda bemaza kasallik. Juda ham stressga tushib qoldi. Bu yerda davolanish 10 kun. Mana bu ustiga tushadi, dori. Oqib ketaveradi. Deb qo'ydi. Olimlar buni bilmaydi. Ko'pincha bakteriyalar hisobida bo'ladi. Endi ikkinchi sherik bor sizga, bu meni videolarim. Bu yerda tuzalib ketgan odamlar. Nima o'zgardi? Hozir yo'q. Meni mehnatimga rozimisiz? Roziman. Qoraqalpog'iston, Jizzax qayerda bir-biriga orasida iltimos bo'ldi. Afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Oq yo'l, o'zingiz ehtiyot qilasiz. Shuncha joydan keldik, mana suhbat oldim sizdan. Rahmat, yeringizga yeting.